Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi zidni ilma ve rzuqna fahma. Cemaat, endi bugünkü dersimiz söhbet ve diyalog bilen bal terbiyeleş. Biz yuqorqi darslarning davomi masalan, qissa so'zlab berib tarbiyalash, talqin bilan tarbiyalash, mukofot bilan tarbiyalash, jazo bilan tarbiyalash deganning qatori eng oxirgisi suhbat va dialog bilan tarbiyalash. Hemen tayyorg'i shudami? Hozir boshlab ketdik hamsa. Balalarmi kichik bola bo'lgan bilan masalan bola aqliga kelgan vaqtdan boshlab masalan gap qilsak anqiralaydigan, gapni tushunalaydigan bo'lgan vaqtdan boshlab u cho'ng odamga o'xshash bir grajdan hamdicha. Şu onun mesela o balının ayrım kimlik oldu, ayrım pasport oldu diyen okşaş o bala umu bir müstakil bir gecdan. Ama bizden nezdimizde bu küçük bala düşünmeydi. Küçük bala bu detkan bir gap var. Küçük bala cıknasını düşünmesek mümkün. Ama düşüngen nesini, bilgen nesini, kögen nesini kallısı bek çın tutuldu. Şu ata-anasının kögen güzel neslerini çın tutulduğunda ata-anasının anlayan set gaplarını ata-anasının anlayan yaman gaplarını ve ata-anasının kılgan yaman işlerini mesela yalgancılık deyimiz, aldamcılık deyimiz mesela bu işlerini o işlerimiz için tutup aldı. Şu bu ballarını öyle küçük bala bilmeydi o dep onun aldıda bek dikkat kılış gerek, bek dikkat kılış gerek. Şu ballarla biz sohbetleşkende çok bir adamla sohbetleşkendek yani onu müstakil bir greyden işgalliği itiraf kılgan halde sohbetleşimiz belli çoğun olsun küçük olsun aqli yetilgan bir narsa tushunalaydigan, gap qilalaydigan bola bo'lsa, ular bilan biz suhbatlashib dialog quramiz aramizda. Bolalar bilan suhbatlashish orqali ko'p masalalarni hal qilib bo'ldi. Jiq masalalarni hal qilib suhbatlashish orqali, uni qoyil qilish orqali, uning fikrini anglash orqali, bolalar nima ish qilindi qildi, nima ish gapim bo'lmaydi, nima ish qilindi men degandek yaxshi bo'lmaydi. Deb qaqshashdan burun bolalarla suhbatlashgandan bir problem, bir mushkuli bor. Hal qilishga tegishli. Shuninglar o bolalar shu chaqda o'zini ochdi. Shuninglar ham bo'ldi hamda. Suhbatlashishda ota-onalar bilan bolalar o'rtasida masalalarga qarata o'rtaq tushuncha va qanoat hosil bo'ldi suhbatlashgandan keyin. Suhbat bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchisini ko'paytgandan boshqa, ularda o'zining to'g'ri va xatoga bo'lgan qanoatlik tunishini paydo qildi. Bu türdeki sohbetning asosli maqsadi qoyil qilish bo'ldi. Balni qanday qilsak qoyil qilman. Qoyil bo'lganda gapimizga kirdi u. Bolalar bilan suhbat o'tkazishning tuandagidek 4 xil yo'li bor, 4 xil yo'li bor. Yoki 4 xil maqsadi bor buning. Birinchisi o'g'itish, ikkinchi histoshlik qilish, uchinchisi qiziqtirish, to'rtinchisi kelishish, bolalar bilan kelishish. Ügütüşni maqsad qilgan suhbat qanday bo'ldi desa, bu xil suhbat ota-onalar bilan bolalar o'rtasida eng ko'p umumlashgan suhbat turining biri. Jiq vaqtlarda bolalarimiz do'stiganda o'tiramiz, yo namozdan keyin duo qilib o'tiramiz. Ya qanday bir yerda o'tirgan chog'da bir narsa uyatgimiz keldi masalan, bolam ma'munda. Bu suhbat, shu suhbatning ichidagi ügütish turi eng ko'p qo'llanilayotgan turlarning biri. Ota-onalarning muhabbat arqılıq, kuyunish arqılıq balalarga ko'p narsalarni ügütish fursati ash suhbat arqılıq. Aqida, axloq, ibodat, muomala, maktabning darsligi qatorliqlarni suhbat yo'li bilan balalarga ügütish. Masalan, bola o'qib kelgandan keyin bunda o'qib boqqan akagin deb ko'rib balaning nimalarincha ama balalar bilan suhbatlashganda ularni tanqidlaydigan yoki ularni tuvan tushiradigan, hatto uydagi o'ziniki ojiz singillarining oldida balani tuvan tushiradigan gaplarni qat'iy qilmaslik kerak. Ruhini ko'taradigan, maqtaydigan, qarindoshlarining oldida alohida buni ko'taradigan ayda ishlarni qilib bergankin, bu balaning ruhi üsüdür hamda. Masalan, balalar bilan suhbatlashganda, "Menga qo'yib bergin, buni men sana tushundiray. İkimiz birlikte tecrübe kılıp baksak qanday deysen. Senin tanlığının yaxshi. Biroq meninkini anglab bakın. Avval meninkini küzetkin. Andın xudu men qilgandek qilsam bo'ldi.
o'ylaganlaring to'g'ri, ammo azaq tuzitishga to'g'ri keldi. Balam, sening aqlingga barakalloh deganga o'xshash go'zal so'zlarni qilsa, balla o'ziga ishonchiqda hamma bir mas'uliyat egasi bo'lgan cho'ng bir, ya'ni bir aql egasi ekanman, ota-onam menga maslahat so'rayotdi, ota-onam bir ishlarni menga topshiryotdi, anda bo'lganligi menma o'zimni oddiy sanam inson bo'lgan deb o'zini mas'uliyatga o'zini qistaydi bola uchancha. Ammo sening aqlsizligingga qarama o'tkinga sen uni hargiz qila olmaysan. Sen bu haling bilan qat'iy olg'a basa olmaysan. Nimishqa palanchidek bo'la olmaysan. Senda umid yo'q. Deganga o'xshash nachar so'zlarni qat'iy qilib solmaslik kerak. Ba'zi ota-onalar achchiq kelsa, sen zot adam bo'lmaysan dedi. Adam bo'lmaysan deyversa adam bo'lmaydi hamda u. Yaxshi adam bo'lsan deyish kerak. Achchig'ing kelgan chog'da Alloh hidoyat bersin. Allah to'g'ri yo'lga boshlaydi. Achchig'ingni tishlab turib, Alloh hidoyat bersin deyish kerak. Qat'iy yomon gapni qilmaslik kerak. Qat'iy yomon o'ydan bo'lmaslik kerak. Yomon bedduoni qat'iy qilib solmaslik kerak. Bu beddua tutudi ota-onaning diqqat qilish kerak ekan gapda. Endi hissashlikni maqsad qilgan suhbat qanday bo'ldi desam-da, balalar imtihondan tuvan numar olganlik yoki musobaqadan birinchi bo'lolmaganlik yoki qaysi bir sabab bilan o'zi g'amkin, va'niga tushkun bo'lib qolganda yoki yuqori numar olganlik yoki musobaqada utqanlik yoki qaysi bir xo'shallik ish sababli qattiq hayajonlangan vaqtlarda yoki xo'shal bo'lgan yoki ko'ngli bearam bo'lgan vaqtlarda ularning xo'shalligi va g'amqinligiga hissashlik asosida ular bilan suhbat o'tkazishning foydali taraflari ko'p. Masalan, bu suhbat orqali balani ilgari qoyil qildirolmagan ba'zi masalalarga qoyil qildiğil bo'ldi. Chunki bola bunday vaqtlarda o'ziga hissashlik qilgan birining so'zini anglashga va nasihatga quloq soldi. Chunki inson ikki vaqtda gapga bir quloq soldi. Biri nayta chorasiz qolganda, g'amgin bo'lganda, bechora bo'lib qolganda, birisi hissashlik qilib uni yo'l ko'rsatsa, gapini bak tingshaydi. İkincisi, nayt xo'shal bo'lgan chog'da, ashuni xo'shalligini tabriklab, xo'shallik qo'shgan vaqtida u gapni bak anglaydi. O'sha ikki fursatni chiqib tutib olish kerakda. Endi bolalarga qilgan hissashlik ijobiy bo'lishi lozim. Masalan, bola maktabda muallim meni urdi yoki menga aziyat berdi deb yig'lab kelsa, ishning haqiqatini uqmay turib, muallimni tillashga boshlash yoki xo'p bo'pti deb uni dushkalab ikkisi xatoda endi muallimni tillab qo'ysang muallimninki balaning ko'zida muallimninki e'tiborini tushib qo'ygandan keyin u muallim yaxshi nasihat qilsa-mu bu muallimni dadammi opammi obdan emas deydi anda deydi bunda deydi deb gapini anglamaydi. Hatto uydimi ayolni bisibisni sen tushunmaysan yoki sen döt yoki sen andaq bundaq deb balani oldida tushirmaslik kerak. Demishqa desa balaning nazarida haminiki dadamning nazarida opam hech nimani bilmaydigan, u opamning tarbiyasini foydasi yo'q o'xshaydi. Aksicha, ayolimi erini sen uyning ishiga faqat aralashmaysan, hech nimani tushunmaysan, bilmaysan desa, dadam biroz bilmaydigan o'xshaydi, dadamning gapini anglamasam bo'ldi o'xshaydi deb qoldi. Shunda ishni bak diqqat qilish kerak. Shon bilmay turib ayblamaslik kerak qarshi tarafni. Undan keyin balaga o'lmakning ustiga tepmakda muallim aziyat berdi, abdan bo'libdi deb bersan, texmi achchiq kelib ketadi, u bizdan yiroqlashib qoldi. Andaq demek şaylik hissashlik bildirish kerak endi bunga. Undan qiziq turish maqsad qilingan suhbat o'tkazishdan 3-chi turi qiziq turish maqsad qilingan. Balalarning yaxshi ishlariga va go'zal axloqqa qiziq turish maqsad qilingan suhbat balalarning qilgan yaxshi ishini yoki qozongan biror utuqini maqtash orqali uni davomli shunday yaxshi ish qilish va utuq qozonishga undashni asos qilgan. Yaxshi ishini deb sen bunda qilsa bu sana yetmaydi deb buningdan yuqori bo'lishing kerak deb ayda undash. Balaning qilgan yaxshi ishining naqadar taqdirlashga arziydigan ish ekanligini va qozongan natijasini oddiy emasligini aytib, ondan bu ishning davom qilishi kerakligini ta'kidlash va bundaq chog'da balani hargiz tanqidlab solmaslik endi. Balalar qo'lga keltirgan qandaqli bir natijani kichik sanamay, uning katta natija ekanligini ularga his qildirish lozim shu chog'da masalan. Oddiy bir taqdir belgisi oldi yoki bir maktabdan bir lonqa oldi deyli ya bir narsa oldi deyli, u deganda endi noday qimmat oltin tepib olganda katta ish bo'libdi deb uni bak tabriklab berish kerak. Chunki u bola shuncha xo'shal bo'ladi uchun uning xo'shalligiga biz necha hassa xo'shallik qo'shib bergan chog'da bolaning ruhi ko'tarilib qoldi. Bir narsa
taqdirladi meni muallim deb binas ko'tarib kelsa, ha, mushumikan bu, deb o'qib qo'ysam, u bola o'zining qilgan ishini bu cho'ng ish emas ekan, mening qilganim bor deb qoladi hamda. Shu bola bilan balaning ko'nglini tushunish eng muhim. Birer işte kilishni maqsad qilgan suhbat. Suhbatning 4-qismi kilishni maqsad qilgan. Kilishish maqsad qilgan suhbat ko'pincha hollarda bolalarning talab qilgan ishiga ruxsat qilish bilan birga uningga ba'zi shartlarni qo'shish orqali bo'ldi. Masalan, bola birer oqshom yotadigan vaqtidan kechroq yetishni va bu orada televizor ko'rishni talab qilgan bo'lsa hamda Muşcan ben bugün haftanın ahirken hem de keçerek yazsam, bir televizyon görsem, ya bir film görsem, digen, ya bir oynasam, kompüter uyuldurdun. Dese, ama ata-ana onun keç yatqanlıq sebeplik bamdat namazıga uygun almaslıqının korkudu. Bu vakitte ata-ana baladın bamdatqa vaxtı turuş hakkında söz elişi. Balımı bu haqda vədi bir işi lazım məsələn. Bu şuna oxşab bu bir misal əmdi. Tamam mısın sınavı arzu qılğan nərsəni mən qıb birey. Sən arzu qılğan nərsəni ep birey. Amma mənim deginimni qılma şərt. Məni qılamsa, tamam qılma. Söz mü? Söz. Onun degin şunu xilaf qılsa, sən mənə söz vergəndən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminler sözde turdu, şartlarga amal qildi degan biz mu'min bo'lgan sözümüzge turishimiz kerak deb chiroyli xatir etib qo'yamiz. Kichik olga unutib qoldi. Shuni bilan masala hal bo'ldi masalan. Demak, kelishish orqali ota ana bilan bola o'rtasida to'liq qanoat ustiga bir kelishim tuzilgan bo'ldi. Endi kichik turdagi bir oila kelishimi tuzilgan bo'ldi. An har ikki taraf va'dasida turdi buning dabda. Biz masalan bir va'da qilgan bo'lsak bolaga sen ya ki bu imtihandan 5 alsan, bunda qilib berme. Ya ki endi chiqib ma Qur'on yodlashda falani surini, falani haftaning ichida yodlab bo'lsang, yoki manchpar yodlab bo'lsang, sen uni ep berman, buni qilib berman degan bo'lsak, ashuni endi bola endi qilib bo'lgandan keyin uni jinimiz chekatga qopgan bo'lsa, cho'qim amal qilish kerak u va'daga. Qat'iy uning xilof qilib salsak, o chog'da bolaning e'tibor, bolaning ko'zida bizning e'tiborimiz chiqib ketadi. Ha, onun ipimizden almaydı, onun vədə qılsaq mı, bizə işlənməydi. Dadam ayda dəb qoydu, unutub qaldı o, deydi. Əgər şu çağda imkaniyetimiz bo'lmay, nima sabablar bilan balalarning diğer va'dimizni amal qilmayotgan bo'lib qalsaq, uni o'zlaricha bilan aytish kerak. Men bunda bo'lib qoldi, men buni so'zimni ching tutman. Falon chaqda qilay, meni kichik turayli, shunda bo'lib qoldi deb tushungandan keyin, balami tushungandan keyin tamom deb qilsa. Bu gap qilmaydi, va'da qilib qolib turib, uni hech kim bo'lmagandek andalim bo'lsa, balaninki ishonchisiga qilingan bir xiyonat bo'ldi endi. Endi balalarni gapga kirgizish chorasi hozirgi ota-onalarning eng ko'p deydigan so'zi balam so'zimga kirmaydi deyishdan iborat. Bu ularning eng cho'ng dardi hisoblanadi. Undaqda zoti qanday qilib balalarni qo'rqitmasdan, tillamasdan, urmasdan chiroyliqcha so'zga kirgizgil bo'ldi. So'zamga kirmaydi degan xafalık bor. Mayli kichik bola olsun, cho'ng bola olsun, gap ko'nmaydigan xafalık bor. Hamma oilada bor bu hamda. Balalarni buyruq shaklida ishqi buyurish ko'p hollarda ularni isyonkorlik qilib bordi. Endi kichik bola masalan, bola uni qil, buni qil, mani qil desa kichik bola degan o'ylamay qildi. Chunki bola 12 yoshga kirib qolgan chog'da o buyruq qilaversa, u bolani men cho'ng odam bo'lgan tursam hozir, men o'zimning aqli va o'zim bir ishni qila olaman deb bunda uçaqda bizden ko'ngli yenib qolgan ish o'tdi. Çünkü balalar özlerinden talep kılınıvatkanın buyruq emas, belki talep ya ütünüş ekanligini his qilganda uni qabul qilindi. Ata-ona mendan ütünüvatıdı, ata-onam mendan meni talep qilyapti deb ma asosli bo'lsa, balag'ning quluqiga belki yaxshiroq anglanadi. Tarbiya mutaxassislari bu jihatda ata-onalar uchun tuyanliklarni tavsiya qildi. Birinchi, balalarga kundalik işitildiğin sözler ve ularga koyulduğun talepler xuddi kumandanның askerlerge tushirdigan keskin buyruğu o'xshash bo'lmasdan yumshoq, muloyim tabassum bilan muloyim talaffuzda chiroyli bo'lishi kerak. Ikkinchisi, balalarga varqirashdan, qattiq talaffuzda ishqi buyurishdan saqlanish lozim. Chunki varqirash, achchiq qilinish, chechilish deganlar o'zini tutuvelish iqtidori aciz kishilarning ishicha, o'zini kontrol qila oladigan odamlar achchig'i kelib tursa, uni bilindimay turib, chiroyli talaffuzda gap qildi. İmkon qadar baliqsizlik chiroyli talaffuzda gap qildi. Uchinchi, talablarning usullari va shakllari har xil jalb qilarlik bo'lishi kerak. Masalan, o'yinni qo'y,
tizdan tayyor bo'l, sirtqa chiqimiz deshni o'rniga, balam sirtqa chiqishga tayyor bo'lamsizki, u yerni o'ynab bo'ldan hamda deb chiroyli buni. Quluqni boshqacha anglab bo'ldi hamda. 4-chi, balalarga oqshom uxlaydigan vaqtida beshida o'tirib qissa o'qib berishni unutmaslik. Bu nihoyat muhim. Bola, men cho'ng bola bo'lsin, faqat aytga, cho'ng bola bo'lsin, shunda kichik bola bo'lsin, uxlayotgan chog'da beshida o'tirib, bir ikki qissa o'qib bersang, shu chog'da balalarning ma'lumotini kengaytirish va axloqni yetildirishda qissaning ajoyib foydasi bor. Hikoya so'zlab berish. Masalan, cho'chaklar, hikoya cho'chaklarida ijobiy, yaxshi hikoya cho'chaklarni, qissalarni, hikoyalarni so'zlab bersak bo'ldimda. Oqshimi yotgan vaqtida inson hammadan shunda bakrab xiyol suradigan vaqt bor. Xiyol surdi uyqusi kelmagandan keyin xiyol surdi. Shunda chog'da shu chog'da yotgan vaqtida o'ylagan narsa odamning esida bakrab qolib qoldi. Shu yotgan vaqtida so'zlab bergan hikoya, qissa, cho'chaklar bolaning esida bakrab qolib qoldi. 5-chi, balaning qilgan oddiy ishini boshqalarning oldida maqtab berish. Masalan, maqtab berish balalarning oldida. Mening balam bugun bunday qildi. Hatto qarindoshlarning oldida. Bugun ukamlar bunday ishni qildi. Yoki balam ochanglar bunday ishni qildi. Siz shunday qilsang yaxshi bo'ldi degan o'xshash. 6-chi, balalarning ishga buyurganda ularning hammasiga adolat bilan ish taqsim qilish. Mesela bir balamni rasa jiq ishqi bo'lib, bisni balam sen damog'in televizor ko'rgin yoki sen telefon o'ynagin yoki sen dars qilgin yoki buning darsi chiqdi, shu darsni qilsin, ana darsi azroq qilsin qilgin emas. Hammasi o'xshash darsi. Vaqt chiqara oladi unga, ammo ishqi urishdimi adolatli bo'lish, binasi berishdimi adolatli bo'lish, hammada adolatli bo'lish kerak. Bo'lmasa balalarning oldida ziddiyat paydo qilib qo'ymizda. Ota-onam meni yaxshi ko'rmayotgan, pala akamni yaxshi ko'rgan yo akamni yaxshi ko'rgan, meni yaxshi ko'rmayotgan deydigan bir nimaga kelib qoldi. Bunga bak diqqat qilish kerak hamda. Mening 5-ndimi shunday o'tgan. Meniki akam dadamga uyga edi. Doim shunday hayit bo'lsa, yakshanba kunlik bo'lsa, akamga 5 mo'lcham bersa, menga 2 mo'lcham beradi-da. Shunda achchig'im kelib, doim ichimda saqlab buni. Shunda achchig'im kelib, shu dadamga bir xil shu norozilik, akamga o'chlik ayda bo'lgan. Bu vaqtda men onamga chidamay dedim. Desam, anam dadamga debdikan, dadamni akilib, "Hay balam, men seni yaxshi ko'rmayman, sen mening o'zimning balasi tursam, ma akaning dadasi yo'q, yetim bo'lganiga bo'yni qisilib qoldi. Shuni uni jiqroq berish kerak. Binet berganim shuni uni burun birma debdi. Shu chog'da ondan dadamga bo'lgan mening tushanjim boshqacha aqidam, boshqacha dadam haqiqatan odil, rahim, shafqatli odamkan deb bir go'zal qimmat qarashi, bir go'zal axloqni o'rgandimda. Ya'ni o'zining balasi degan jiq vaqtlarda xaplab qolmaydi ota-onasidan. Jiq vaqtlarda xaplab qolmaydi baribir. Ammo boshqaning balasi degan aran turdi. Hatto bahona izlab turdi. O'gay bolalari o'yladim shunda. O'gay bolaga burun berishga, o'gay bolaga jiqroq berish kerak. Nimishqa xato tushunchada bo'lib qolmasin. Ham bir tarafdan bizning sila rahim uni bakroq qilish kerak. Ota-onasi bo'lmagandan keyin bir tarafdan uning ko'nglini elish kerak. Şu an o'zimizning bolalar mayli hamma bolalarimizning hammasi bir anadan bir otadan bo'lgan taqdirda bu o'tirda adolatli bo'lish kerak. Bizga bakroq bunday qilib, bizga bunday nima qilsa, ota-ona to'g'risida xato tushunchada bo'lib qoldi ekan. Bolalarga birla vaqtning ichida ko'p talablarni qo'yishdan saqlanish, masalan, tiz bo'l, tahorat ol, namoz o'qi, yotiqingni yig'ishtirgin, darsingni qil, muzokara qilgin deb askarda paraq bunda buyruqni tushirsan, hamda aqlig'ini yapolmaydi, ham u bola tas ko'rib ham bir xil tashlatdi-da, anda demay asta-asta ma'ni qilayli, ma'ni qilayli. Askar qo'mondan bo'lmaganiga endi ular mehr shafqat bilan aylanib ketishgan. 8-si hamda bolalarga bermoqchi bo'lgan buyruqlarni hamma biladigan maxsus ishoratlarga aylantirish. Buyruqlarni maxsus hammadan biladigan maxsus ishoratlarga aylantirish yoki yezib tomlarga chaplab qo'yish. Masalan, balalarni oqshom yotadigan vaqti bilan atdigan uyqusin turgan vaqtlarini, hatto uyg'onish qiladigan vaqtlarini balalar bilan kengashish orqali oldin bekitib bo'lgandan keyin har kuni ota-ona demasimi, shu soatda o'zining qilishga tegishliligini qiladigan bo'lishi lozim. Agar shunday qilmasa, bunday qilish kerakdi-ku deb esiga solib qo'yish lozim. Ya'ni oqshom soat 11da uxlab qolasan, atdigan namoz
vaqtida qilsan, manda chaqirsa dars qilsan, plan tuzimiz, aşağı qilgan ishimizning %50-60%ga bolalar amal qila olsa-mu, biz cho'ng ish qildik deymiz. Ammo plansiz qilsa bo'lmaydi. Plansiz qilsa bu ishninki barakati bo'lmaydi. Onun uchun bolalarga qandaq yoqtish kerak. Balalarning hamma nimasiga hay ma'qul balam. Nima desa ma'qul, xo'sh demaymiz bu. Yoqtaydigan tarafimiz bu. Qanday yoqtaymiz yoqtishni ham deb. Ota-onalarning balalarning talablariga javob berish usuli bundaq ikki turlik bo'ldi. Biri balalarga faqat yoq deyolmaydiganlar bor. Ko'ngilni avaylab balalarni yoq deyolmaydi. Yana biri yoq deyishni boshqa bilmaydi. Nima desa yoqtaydi, nima desa yoqtaydi. Bu mu to'g'ri emas hamda bularning har ikkisi oshirib o'tganlik. Ishlarning yaxshisi o'ttirhol bo'lganda balalarning talablariga javob berishdimi? O'ttirhol bo'lish. Balalarning talablarining hammasiga ma'qul deyish uchun ma'qul deyish cho'ng bir xatolik bo'lganda ularning yo'lliq talablariga hamisha yoq deb turasiz. Bu bir xatolik hamda tarbiya mutaxassislari bu mavzu tuvandikilarni tavsiya qildi. Birinchi, balaga yoq demoqchi bo'lganda bu yoq degan so'zning qoyil qilarlik va ta'sirli bo'lishi uchun balaga yoq deganligining sababini ilm usulida tushuntirish kerak. Ma'vo'niga yoq balam. Nima uchun? Chunki bunda qilsak ma'vo yaxshi bo'lmaydi. Hozir bo'lmaydi bu deb tushuntirib qoyil qilish kerak. Ikkinchi, yoq degan so'zni talaffuz qilganda ochiq g'azab bilan yoq demay, yumshoq holda, "Ma hozircha bo'lmaydi. Hozir undaq emas." Ma'mundaq tushuntirish. Üçüncü, yoq degandan keyin bu so'zimizda oxirgacha ching turish kerak ekan. Oxir ching turib bola yig'lab ketdi yoki bola mendan ranjib qoldi yoki bolaga ichim og'rib qoldi deb gapimizni yenib olsak, undan keyin dadam, anam bir gapni qildi, keyin yenib oldi, meni deganimni qildi deb ching turibdi u bola. Shuni biz shu bina o'ng'ayli bilan yoq demaslik kerak. Ammo yoq degandan keyin chingni tishlab oxir ching turish kerak. Ayda qilmasang tarbiya buzilib ketadi hamda. To'rtinchisi, ota-onalarning birasi yoq deganda mesela dadası anda qilib bermayman desa, onasi kelib, "Ha, yo'q, undaqmi dadang deydi uni." Taqil deb qilsa, onasi tarbiyaning biligi tepatga bo'ldi, buzotdi bu tarbiyani. İşte ota-ona ittifoqlashish kerak. Dadasi balaga achchiqliga vaqtida onasi balasi aqlab ketmaslik kerak. Jim turishga, jim turib bidamiga dadang to'g'ri deydi deyish kerak. Onasi achchiqlasa, dadasiga "Voy, nima ish qilib oqiraysa, uni andaq emas." Haqliq onam deb qilish kerak. Agar oshirib etgan bo'lsa, yalğız çağda ayol ikkinchi ish bo'lish kerak. Babiki eshib ketdi, babiki bu to'g'ri bo'lmadi. Balni qilishda emas ammo. Demak, birisi tarbiyalagan ishni birisi buzmaslik kerak. Birisi yoq desa, birisi ma'qul demaslik kerak yani. Demakchi yo'qdi endi. Yoq desa ikkilisi yoq deyish kerak. Bola onasini qachqirib baqdi, dadasini qachqirib ikkilisi yoq deydi. Adavga ha bu ish bo'lmaydi ekan. Undan keyin qanday qilganda bolalarning yoqni azaytqildi. Ammo bizning ota-onaning ta'tircha bolalarni ba'zi unda qilsa bolam yoq. Choy ichsa, tomoq yemsa yoq. Uyg'unish qilsa yoq, kitob o'qimsa yoq. Yoq deb turib oldi endi. Uni qanday azayta olamiz? Kichik bolalar odatda ma'qul degan so'zga qaraganda yoq degan so'zni ko'proq ishlatadi. Yoq degan so'zni ko'proq ishlatadi. Chunki yoq desa qutuldi hamda undan. Tomoq yemsan yoq, sut ichemsa yoq deganlarga o'xshash bir qator yoqlar kichik bolalarning og'zidan har kundagidek chiqadi. Tarbiya mutaxassislari bolalarning yoq deyishini azaytish uchun tuvandikilarni tavsiya qiladi. Birinchisi, bolalarga odul suay qo'ymasdan balki yana bir tanlashni birlikda sunish. Masalan, sut ichemsan deganning o'rniga sut ichemsa yoki meva suvi ichemsa deganga o'xshash. Oxirida ikkisini birisini cho'qib ichsan degan gap hamdi. Sut ichamsa yoki meva suvi ichamsa deganda ya o'zim ichaman deydi. Anda demaylar sut ichamsa yoq deydi, ish tugadi shuni bilan. Shu ikki dona, en az ikki dona seçenek, ikki dona ixtiyorni qo'yish kerakda. Aniqlamsan. Masalan, bir bola ders qilamiz, bir bola biraz o'ynab ketdi. Biz buni to'xtatib, bir ish qildirmoq, foydali ish qildirmoqchi. Anda bolam uyanma tugidamdi. Sen kitap o'qimsan, Qur'on o'qimsan, ikkisini birini qil degandan ikkisini bir cho'qim qilishim kerak ekan deb biz ya uni o'qay, ya buni o'qay deydi. Anda deylik kelib, "Ma o'yinni tashlab Qur'on o'qa hozir" desa, yo'q desa u biraz yani kichkin tirikish bo'ladi endi. Ikkinchisi, o'zini biladigan bir ishda bolaning ra'yini so'rashning o'rniga xotirlatib qo'yish lozim. Masalan,
Endi uxlamsiz deganning o'rniga endi uxlashning vaqti keldi. Endi uxlamsiz yoqdaydi endi bola chog'da. Uxlamsa bola mazal yoqdi xuddi. Anda demak, bola endi soatni kechirib uxlashning vaqti kelib qapti deganingda o'ylab, ha, uxlashning vaqti kelib qapti deydi, qayil bo'ldi debdi. Üçüncüsü, 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarning yoqni ko'p deyishi tabiiy ahvol. Buni qabulab qolmaslikka kichik bola ham davo. Bu ularning yetilishi, shundaqla mustaqillikka qarab taraqqiy qilish yo'lidagi bosqichi. Yani balani faqat yoqti yemaydi. Nima desa ma'qul aytgan bunda yavash xemirdek bo'lib qolsa, unda bo'limi kerak emas. Hamda kuchkini yoqtaydigan, o'zining kuchkini vijdoni va o'zining kuchkini maydoni va yoqnimi deya aytgan, ma'qulmi deya aytgan bunda bo'lish kerak hamda. Shunga kichik bolaninki 4 yoshgacha bo'lgan bolaninki jiq yoqtisa xapalab qolmasi kerak. Cho'ng bolaninki yoqtishning sababini bilish kerak-da. Nimishqa yoqdaysa bola, nimishqa qaysi tarbiya bo'lmayotgan buni degandan keyin u tushundirdi endi. Ya unda o'g'illik, ya bu ish qiyin, yoki bu ishni men yaxshi ko'rmayman. Masalan, bolam kitob o'qiyli, kitob o'qigan desa, yoq desa, nimishqa yoqdaysa desa, kitob o'qishni yaxshi ko'rmayman. Nimishqa yaxshi ko'rmaysa bolam. Kitob o'qish degan qara, bu kitob degan butun payg'ambarlarga Alloh taolo kitob tushirgan, kitob degan insonni inson qildi, odamni tarbiyalaydi, fan texnika qancha taraqqiy qilib ketsa zamanның en ahırıca bu kitabın kıymeti, kitabın kaleminin kıymeti düşüp ketmeydi. Kitap diyen ayda muhim, onu da nurgun derslerini ügünü alamaz. Bütün dünyanı bilimiz bunun da, nurgun işlerini bilimiz. Kitap diyen bu bir hazine. Dep, onunla sana kitap okuş pek eğir gelse, destekten sen tınşap olduğun ben okup birey. Sen tinchib o'tirib men o'qib beray debdiki, o'qib berib, qiziqtirib, uni savol so'rab, qanday qilib kitob o'qishga qiziqtirib bo'ladi. Masalan, bir misol hamda kitob o'qishdan boshqa nurg'un yaxshi ishlar bor, ko'ndiruvchi. Shu bunda qilman deb buyruq shaklda emas. Shuni asta-asta o'zimiz biroz vaqtimizni qurbon qilib, bolalarga rasmiy ko'ngil bilib, ashuna qilsak qilg'ili bo'lgan ishlarni. Shu yoqni azaytish uchun, bolalarning yoqni azaytish uchun bunu nayte akıllı usulda aynı gap qilish kerakki, bola bir qatim yoq deb atgandan keyin ikkinchi qatim ma'qul deyishim kerak. Cho'nglarning shunday qo, bir ishga yoq degandan keyin yoq degan ishing xato bo'lgan taqdirdimi? Xato bo'lgan taqdirdimi? Ma'qul degish kelmaydi, insonning g'ururi yo'l qo'ymaydi. Kichik bolaning g'ururi bor. Umi yoq degandan keyin yoq deb bir qatim degan bu ish to'g'ri bo'lsa ham ma'qul demaslikim kerak deb turayotgan ish bor. Shunga yoq deb samasligi uchun uluğa sunuduğun teklifimi, 2 tane teklifini sunumuz ilqidak. Ondan keyin bunda qilamsan deb so'may, qilganning vaqti kelib qoldi, qilaylimi ham deb taklif qilish. Ondan keyin bek kichik bolalarning yoq tishini xapulab qolmaslik, ammo cho'ng bolalarning yoq tishining sababini arashtirish. Ham kichik bolaning sababini so'rab qolaman. 2 yoshdan 4 yoshgacha bolaga nimishqa yoq deysan degan u bola javobini bermaydi ham bunga. Yani onun çoğun ballarınki yoq desa, nimishqa yoq deysa balam degan, bunda sababni yoq deyman degan, aşı sababini araştırıp qayil qilish kerak ekan. Agar biz qayil qilmasak, balaga yoq deganda g'alaba qilgan bo'ldi. Agar biz g'alaba qilmoqchi bo'lsak, aşı bala yoq degan bo'lsa, yoq deyishning sababini biz izlab, aşını qayil qilarlik javob bera olishimiz kerak. Agar o'zimiz qayil qilarlik javob beramasak, kimlardan so'rab bo'lsa-mu aşını masalani ayda hal qilish kerak. Bu bal tarbiyasi degan aytdi o'ng'ay ish emas. Men aşı Misrda o'qiyotgan chig'imda televizorda bir oila tarbiya mutaxassisi bir ayol so'zlayapti deb bunda degandi. Bir qatim bir muallim maktabda o'sha Ali Baba 40 haromi degan hikoya var yana, Ali Baba va 40 o'g'ri deyotgan hikoya var. Shu hikoyani so'zlashda Ali Babani maqtayman deb, Ali Babani maqtayman deb, 40 o'g'rini maqtab etibdi-da o muallim. Qilgani shuni bola uyga kelib, bu bizning muallim Ali Babani maqtida 40 haromi, shu o'g'rini ayda maqtida o 40 o'lma yaxshi demlamas. Dedi degandan keyin, ayol bu nodibak chataq gap bo'libdi. Endi buni u muallim to'g'ri demabdi deydisa, muallimning burun bergan tarbiyalaridan tortib keyin turgan tarbiyalarning hammasiga desketkizib qo'ydi o bolaning oldida muallim to'g'ri demabdi-da, muallimning butun degan gapni shaq tutgan bo'lib qolib, muallim ishonch qilmasa uning ilmini qanday qabul qildi? Ishonch qila olsa qabul qildi. Shuning bilan bu
bir qancha kunni o'tkazib hozir javob bermayman bolam deb bir qancha kunni o'tkazib deb mutaxassislarni alayda so'rab shuni nima deyishim kerak ma bolaga mayada ma muallim bir gapni xato qilib qolib shu 40 haromini maqtab qo'yapti hamda buni qaysi shaklda men shu bolamga muallimni xatolashtirmagan holda ma bolamga xato tarbiya bermagan holda to'g'risini qanday qilaman degandan keyin shu masala to'g'riliq bir televizor programmasi qilib televizorda so'zlaganda shu ayol shu qolgan narsa esimda qolmabdi demak bir og'iz gapni tuzatish uchun bir hafta tayyorlik qilib bir televizor programmasi qilgancha shuni bu bolaga xato ma'lumotni berib qo'yish va xato tushunchani berib qo'yish nagibak chataqandi shu hammani o'ylab kelgan masalan bolaning savoliga javob beradigan ishni ota onadan so'raydi bolalar biz javob berolsak qayerlarga javob berishimiz kerak javob berolmasak to'xtab turgin bolam hozir emas erta javob beray sana yo o'g'in javob beray deb oraliqda tarbiya mutaxassisini so'raymizmi yoki bir ulamodan so'raymizmi yoki bir muallimdan so'raymizmi yoki bir psixologdan so'raymizmi so'rab shuni to'g'ri javobini topib uni mana javob bundakan bo'lar deb aniq qilish kerak xato ma'lumotni berib qo'ygandan keyin ikkinchi uni kallasini chiqarg'ila olmaydi kallasini chiqargan taqdirdami kallasida uniki ota onam ba'zi mana xato ma'lumotlarni berar ekan degan kallasiga kelib qolgandan keyin bizning to'g'ri bergan ma'lumotlarimizni shak qildigan bo'lib qoldi bu bola abi qatimma shunda xato ma'lumot berib ekan ota onamning bergan ma'lumotni muallimdan so'rasam to'g'ri emas deganka chataqkan bu deb shak qilgan bo'lib qoldi shunga savollarga javob berishda nayt o'ylanib astoydillik bilan necha o'ylanib gapirish kerak og'zimizning uchida shartida javob berib yotmaslik kerak bolaning savollariga javob berishda alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin bolalarimizni tarbiyalashda hammamizni g'alabaga erishtirsin bolalarimizni alloh taologa bog'langan va vatanga bog'langan o'z-o'ziga xo'ja bo'lib yashaydigan boshqalarga manfaat qiladigan o'zining vatanini o'zining xalqini unutmaydigan vijdonli solih bolalarni qilsin amin